o'tgan yili o'sha konsertga reja qilinganda, boshqa qilinganda hamma hujjatlar Toshkent shahar ommaviy tadbirlar o'tkazish komissiyasiga, O'zbek konsertga, estrada birlashmasiga bu hujjatlarning hammasi chiqarilgan edi va hujjatlar konsert o'tkazilishi 1 yil oldin tasdiqlangan edi. Shu jihatdan olib qaraganda men birinchi navbatda katta rahmat aytmoqchiman Layloga, chunki bu organizatsiya Layloning ishtirokchisi bo'lmagan bo'lardi. Men hozir sizlarga tasavvur qilolmaysizlar menimcha. Laylo o'zining studiyasida har bitta kompozitor, har bitta aranjirovщик bilan ishlab boshqa qilib, programma to'liq va to'kis va o'tgan yilgidan ko'ra sifatli ko'rinishda bo'lishi uchun qo'ldan kelgan va qo'ldan kelmagan hamma choralarni ishga soldi. Men alohida rahmat aytmoqchiman. Bu yil davomida 2 marta Amerika Qo'shma Shtatlaridan farzandlari u yoqda istiqomat qilishiga qaramasdan, maktabda tahsil olishiga qaramasdan, misol uchun vaqt topib O'zbekistonga kichkina bo'lmagan muddatda kelib ketayotgan Feruzaga. Men o'zim umuman konsert prodyuseri sifatida bu ijodkorlar bilan ishlab rostdan maza qilaman. Haligi shunaqa bir ximiya yuzaga kelyaptiki, ortiqcha haligi bir-birimizdan bezovta qilmayapmiz-da. Haligi qanaqadir masalalar bo'ladigan bo'lsa, 3-4 savolni bitta qilib Laylo qo'ng'iroq qilib davron men masala deydi. Savolni ham yechimini tezroq topishga harakat qilamiz va haligi ijodiy jarayon tashkiliy muammolarga xalaqit bermasligi va aksincha ijodiy jarayonga tashkiliy jihatlar ta'sir o'tkazmasligiga